Assalomu alaykum do'stlar. Bu InTravel oilaviy sayohat kanalimiz. Siz bilan yana uchrashganimizdan xursandmiz. O'tgan safar biz Konyadagi Kapalaklar bog'i haqida gaplashgandik. Agar o'sha videoni hali ko'rmagan bo'lsangiz, YouTube kanalimizga joylaganmiz. Albatta tomosha qilishingiz mumkin. Bugun esa sizni Konyaning eng qadimiy maskanlaridan biri, Silla qishlog'i bilan tanishtiramiz. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Qiziqarli sayohatlar hali oldinda. Unda biz ko'rsatuvimizni boshladik. Assalomu alaykum aziz qadrdon kuzatuvchilarimiz. Bugungi sayohatimiz mana 5000 yillik tarixga ega bo'lgan Silla qishlog'iga kelganmiz. Bu o'sha tepadagi g'orlarda oldin birinchi bo'lib odamlar yashab istiqomat qilishgan ekan. Tomosha qilamiz. Konyadagi mashhur Silla qishlog'i bu joy shahar shovqinidan uzoqlashib, tarix va tabiiy go'zallikni bir paytning o'zida his etishni istagan sayyohlar uchun ajoyib manzil hisoblanadi. Silla o'zining 1000 yillik tarixi, qadimiy tosh uylar va tor ko'chalari, shuningdek Yunon va Turk madaniyatining uyg'unlashgan muhitiga ega. Shu sababli bu qishloqqa har yili minglab mahalliy va xorijiy turistlar tashrif buyuradi. Bu yerda qadimiy cherkovlar, masjidlar, qo'l mehnati bilan ishlangan hunarmandchilik buyumlari va an'anaviy turk mehmondo'stligi sayyohlarda unutilmas taassurot qoldiradi. Sillaga tashrif buyurgan turistlarning aksariyati o'z sayohatini Aya Eleni cherkovidan boshlaydi. Bu cherkov qishloqning eng qadimiy va eng muqaddas joylaridan biri hisoblanadi. Milodiy 327-yilda Vizantiya imperatori Konstantin Buyukning onasi muqaddas Helena tomonidan qurdirilgan bu ibodatxona nafaqat diniy ahamiyatga, balki tarixiy va me'moriy qadriyatga ham ega. Afsonalarga ko'ra, Helena muqaddas yerlar Quddusga yo'l olganida Silla qishlog'iga kelib, bu yerda yashovchi nasroniylar uchun ibodat joyi qurdirgan. Shundan beri bu cherkov Aya Eleni cherkovi nomi bilan mashhur bo'lib kelmoqda. Cherkov qoya tash ichiga o'yib qurilgan bo'lib, ichkarisida Injil sahnalarini tasvirlovchi qadimiy freskalar, ustunlar, gumbazli tuzilma va altar, ya'ni ibodat joyi mavjud. Ushbu tarixiy me'moriy yodgorlik bugungi kunda muzey sifatida faoliyat yuritadi va tashrif buyuruvchilar uchun ochiq. Har yili minglab mahalliy va xorijiy sayyohlar Sillaga kelib, aynan shu joydan o'z sayohatini boshlaydi. Chunki Aya Eleni cherkovi Silla tarixining yuragi. Bu joy qadim sivilizatsiyalar izlarini, diniy ramzlarini va 1700 yillik ruhiy muhitni o'zida saqlab qolgan. Bu qishloqning eng hayratlanarli tomoni, ba'zi uylar va g'orlar 5000 yillik tarixga ega. Tasavvur qiling, bu yerda qadim zamonlarda ham odamlar yashagan. Ularning izlari hali ham shu joylarda saqlanib qolgan. Silla qadimdan toshdan qurilgan uylar, tor ko'chalar va g'orlari bilan mashhur. Bu joyga kirganingizda go'yo vaqt orqasiga 1000 yillar avvalgi davrga qaytgandek bo'lasiz. Sayohatga kelmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga tavsiya, bu aylanadigan joylarda hammasida sharoitlar yaxshi bo'lgan hotel, ya'ni mehmonxonalar ham mavjud. Bizga bu qishloqning daryo bo'yidagi qismi juda qiziq tuyuldi. Chunki bu yer turistlar eng ko'p yuradigan maskanlardan biri. Bu joyda hayot qaynab turadi. Daryo bo'yida hunarmandlar, kichik do'konlar, restoranlar, kafelar, hatto mehmonxonalarni ham ko'rishingiz mumkin. Ko'pchilik bu yerga dam olish, choy ichib, daryo manzarasidan zavqlanish uchun keladi. Ayniqsa yoz oylarida bu joy turistlar bilan to'lib ketadi. Bu hunarmandlarning ishlari juda o'ziga xos. Har bir buyumda tarix, madaniyat va qadriyatni his qilasiz.
Ba'zilar esa o'z qo'llari bilan suvenir yasab, turistlarga sovg'a sifatida sotishadi. Sille daryosining suvi bu joyga alohida jon bag'ishlaydi. Shu sababli qadimda odamlar aynan daryo atrofida yashashgan. O'z uylarini shu yerda qurgan. Mana shu 5000 yillik tarix aynan shu daryo bo'yida boshlangan deyishadi. Sille qishloqchasini mana aylandik. Ana endi 5000 yillik tarixga ega bo'lgan mana shu g'orlarga boramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, biz mana oilaviy sayohat qildik. Mana Sille qishlog'i orqa tomonimizda. Juda ehtiyotkorlik bilan harakat qildik. O'g'lim ko'rsating degani uchun mana bolalarni quchoqlagan holatda yuqoriga o'sha 5000 yillik g'orlarga tomosha qilish uchun chiqyapmiz. Qani? Imron, Bu joyning yana bir ajoyib tomoni qadimiy g'or uylari. Ular ba'zida tepaliklarda, ba'zida esa toshlar orasida yashiringan bo'ladi. bu qishloq juda kichkina bo'lishi mumkin, lekin tarix juda ham yuksak. Mana bu yonimda turgan devor, xabaringiz bor, oldin bu yerlar Rim imperiyasi, Vizantiya imperiyasiga tegishli bo'lgan. O'sha Rim imperiyasi davridan qolgan va o'sha paytda qurilgan devorlar haligacha saqlanib qolgan. Yuqorida esa mana yaqin qoldik, mana uylar. Hozir ichkarini sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Qani ketdik Imron, sekin, xo'pmi? Sekin. Endi biz o'sha g'or uylarga qarab yo'l olamiz. Keling, endi Sillening eng qadimiy qismi 5000 yillik g'orlar tomon sayohatni davom ettiramiz. Mana do'stlar, chiqib oldik. Ko'rib turibsizlar, turistlar uchun juda ham moslashtirilgan joylar, chunki Sille qishlog'i o'zi uzun holatda qurilgan qishloq, lekin ana shu uzunasiga restoranlar joylashgan. Mana qaranglar. Kechqurun bu yerlar juda ham chiroyli bo'ladi. Ana endi esa mana bu g'orlarga kirib ko'ramiz. Qani, ketdik. Ularning ichida yurarkanmiz, siz ham o'sha qadim zamonlarni tasavvur qilib ko'ring. G'orlarni yaqinroq tomosha qilish uchun biz tepalikka chiqishga qaror qildik. Albatta, bolalar bilan birga bo'lgani uchun juda sekin va ehtiyotkorlik bilan harakat qilyapmiz. Sille hududi miloddan avvalgi 8-7 asrlarga borib taqaladi. Bu yerda Rim, Vizantiya, Seljuk va Usmonli davrlarining izlarini ko'rish mumkin. Shu tariqa bugungi sayohatimiz nihoyasiga yetdi. Sille o'zining 5000 yillik tarixi, toshdan yasalgan uylar va sirli g'orlari bilan bizni chinakamiga hayratga soldi. Har bir qadami tarix, har bir devori esa o'tgan zamonlardan so'zlaydigan bu qishloq bizning eng sevimli manzillarimizdan biriga aylandi. Ammo bu faqat boshlanishi. Keyingi safar biz sizni Turkiyaning eng mashhur mo'jizalaridan biri Kappadokiyaga olib boramiz. U yerda g'or mehmonxonalar, havo sharlarida uchish va afsonaviy manzaralar sizni kutmoqda. Shuning uchun yangi sayohatni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqcha belgisini bosishni unutmang. Bu InTravel kanali edi. Biz bilan birga Turkiya bo'ylab sayohatni davom ettiring. Ana, biz endi chiqishga chiqib oldik. Sekin-sekinlik bilan tushyapmiz endi. Tushyapsizlarmi? Nega, hurmatli kuzatuvchilar? Hammaga omad, sog'lik, salomatlik, keyingi manzillarda ko'rishguncha xayr. Albatta, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, keyingi ko'rsatuvni birinchilardan bo'lib ko'rasizlar. Albatta biz bunaqangi manzillar hali ko'p boramiz. Xayr, salomat bo'linglar. Qo'l ko'taramiz, qo'l. Imron siyapti.